Assalomu alaykum. Hurmatli uloq ko'pkari ishqibozlari, polvonlar, otvozlar, muxlislar, barchalaringizga xush kelibsiz deymiz. Xudo xolasa mana bugun biz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani hokim buvalarimiz bosh uloq ko'pkarimiz tashkillashtirilgan maydonimiz mana hammamiz ko'rib turibmiz. O'ta ham go'zal, o'ta ham chiroyli, manzaraga xos maydonda uloq ko'pkarimiz chopiladi. Shuningdek, polvonlardan iltimos qilamiz, bir-biringiz bilan murosa bilan bir-biringizga qamchi ko'tarish yoki bir-biringizga qattiq gapirib qo'yish degan temalarda hammasini cho'ntakka solib qo'yamiz. Murosa bilan aqlli bo'lib chopaylik. Polvon otvozlarga barchalarga omad tilaymiz. Xudo xolasa kelgusi 2026-yilda ham Yangiqo'rg'on tumani hosil bayramlari guvohi bo'laylik. Paxta planlar, bug'doy planlar, bog'dorchilik, chorvachilik, barcha dehqonchilik ishlarimizga Alloh baraka bersin. 2026-yilda nimaiki yaxshi niyat qilsak, Alloh niyatlarimizga yetkazdirsin. Qatorimizdan xato bo'lmaylik. Kelgusi yillarda ham mana shu maydonlarda uloq chopishlik barcha polvon otvozlarimizga nasib ro'za aylasin. Hozir qorakalarimiz bir chiroyli qilib duo qilib berishadi. Ana undan keyin uloq ko'pkarimizni boshlaymiz. Yuqori marramiz Fura turgan taraf, bizning o'ng tarafimiz. Yuqori marramiz hisoblanadi. Chap tomonimiz. Bizning o'ng tomonimiz pastki marramiz hisoblanadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين Mehribon Parvardigorimizga hamd sano, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga salovatlar aytamiz. Ojizlik bilan qilgan tilovatlarimiz dargohingda Parvardigor qabul et. Parvardigor bulardan hosil bo'lgan savobini payg'ambar alayhissalatu vassalomga, iymon bilan o'tgan ummatlarga, barchamizdan umidvor o'tmishlarimizga baxshida qildik. Allohim yurtimizni tinch qilgin, osmonimizni musaffo qilgin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Hamisha mana shunaqa xursandchilik kunlarda mana shunaqa yaxshi ishlarni amalga oshirib xursand yashash hammamizga nasib et. Polvonlarimizga Allohim g'aybingdan kuch-quvvat ber. Bir-birlariga mehr oqibatlik qil. Hammamizga Parvardigor omad ber. Yurtimizni hamisha mana shunaqa yaxshi kunlar bilan siylagin. Ko'z tegmasin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar, hokimlarimizni umrlarini, rizqlarini barakotli qil, oilaviy tinchlik, omonlik, hammamizni yurtimizda yashayotgan barchani baxtli, iqbolli qil. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Shunaqangi xursandchilik kunlarida duo qilishlik nasib qilsin sizga. Alloh rozi bo'lsin qorakamizdan. Xo'p, birinchi marramiz yuqorisiga taga borib tushgandan keyin birinchi marra solimlarini e'lon qilamiz. Bek pastga yuqoriga qarab, furaga qarab yuraveramiz, bek. Normirza aka, furaga qarab boramiz, somonga tashlaymiz, marrani e'lon qilamiz. Bu yoqtomonga, furaga. Normirza aka, pastga tashlaymizmi takani? Ketdi yuqoriga. Yuqori marramizga borib taka tushadi. Javobgarimizning birinchi marra solimlarini e'lon qilamiz. Qani bek polvon mahkam bo'ling. Tashkilotchilarimiz, tadbirkor ukamiz bek polvon. Javobgarimizning birinchi marra solimlari Namangan yangi qo'rg'on hokim bo'larimiz bosh hosil bayramimizning birinchi marra solimlari. Bir televizor bilan borasiz, bir gijinglagan to'y bilan qaytasiz, choping polvon, armonda qolmaysiz. Javobgarimiz birinchi marra solimlari boshlandi. Qani polvonlari, harakatingizni qilaverasiz.
bir televizor borasiz, bir to'y bilan qaytasiz. Ajmidinovlarning yoti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Zarmin Shifo nomloti bilan Bek polvon bir to'y solim berilyapti, omadlarini bersin polvonlarimiz. Maralar davom etadi. Qani polvonlar harakat qilasiz. Bir televizor bilan borasiz. Bir gijinglagan to'y bilan qaytasiz. Bek polvon bir to'y solim berilyapti, omadlarini bersin polvonlarimiz. Maralar davom etadi. Qani polvonlar harakat qilasiz. Qani oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Qani o'g'ildi polvonlari mahkam bo'ling. Qani pastki marramizga harakat qilasiz, samondor intir olasiz. Qani bayroqchilarimiz bayroqni yuqoriga ko'tarib oling. Qani Xololloy polvon omadlarini bersin mo'g'ollik polvonlarimiz. Qani yuqori marramiz to'y. Qani Xololloy polvon omadlarini bersin mo'g'ollik polvonlarimiz. Qani yuqori marramiz to'y sultorlari, maydon egalari Nodir polvon oxiriga qadar mahkam bo'ling. Qani to'y Tavakkal Hoji buvamizning tablo nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Ko'pkarimiz ikkinchi marra solimlari. Bir sarka bir gilam bilan borasiz, bir televizor bilan qaytasiz. Birinchi pastki marramizga bir televizorga tashlagan polvonimiz Mo'g'ol Baxtiyorjon raisning xon nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Cholponbey polvon, Aqsh polvon o'g'illari omadlarini bersin polvonlarimiz. Mo'g'ol Baxtiyorjon akamizning xon nomloti bilan Cholponbey polvon pastki marramizga bir televizorga tashlab kelyapti. To'yga tashlagan polvonimiz To'raqo'rg'on Shohidon Tavakkal Hoji buvamizning tablo nomloti bilan dengiz tulporlari maydon egalari Abdurashid Hoji buvamizning nabiralari Nodir polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir to'y solim berasiz. Marralar qulluq bo'lsin Tavakkal Hoji buvamizga ham, solimlar qulluq bo'lsin Murodjon Hoji. Sekin ehtiyot qilib tushirib beramiz. Oyog'iga ehtiyot bo'lamiz, balandda turibdi. Qani polvon mahkam bo'ling, oxiriga qadar ko'pkarimizning ikkinchi marra solimlari chopilyapti. Bir sarka bir gilam borasiz, bir televizor bilan qaytasiz. Yangi yil bayramiga xudo xolasa otvozlarimiz yangi televizorlar bilan 2026-yilni kutib olish arafasida. Parveshib Sultonxon akamizning To'ron nomloti bilan Qirg'izistonda polvonlari omadlarini bersin polvonlarimiz. Merlan polvon pastki marramizga bir sarka bir gilamga tashladi. Otabek polvon omadlarini bersin, nefret bilan ko'targizdirdi. Bir sarka bir gilam solim bersin. Polvoni Merlan polvon bir sarka solim ham beringlar. To'yda ehtiyot qilib tushiringlar iltimos sizlardan. Oyog'iga ehtiyot bo'linglar. Qani Andijonda polvoni Islom polvon mahkam bo'ling. Hokimbek akamizning braslet nomloti bilan Andijon marhamat oti, Andijonda chempion polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Ko'pkarimizning 3-marra solimlari bir pech bilan borasiz, sarka gilam bilan qaytasiz. Qani polvonlari harakatingizni qilaverasiz. Bugun Namangan Yangi Qo'rg'on hokim bo'larimiz bosh
ulug' ko'pkarimizning 3-marra solimlari chopilyapti. Darveshlarga ham qo'llab bo'lsin solimlar. Pastki marramizga Qirg'iziston Alabuqa Mirlan polvon, Kosonsoy, Sultonxon aka darveshlarning To'rron nomloti bilan bir sarka bir gilamga tashladi. Marralari qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin. Andijonda chempion polvonlari Islom polvon, Andijon marhamat Hokimbek do'stimizning braslet nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Marralari qo'llab bo'lsin. Islom polvonga qo'llab bo'lsin, Hokimbek do'stimizga qo'llab bo'lsin. Islom polvonda shogirdlarning ham omadlarini bersin. Bir televizor solim beramiz Islom polvonga. Andijon marhamat oti omadlarini bersin Hokimbek do'stimiz oti bilan. Braslet nomloti bilan bir televizorga tashlagan polvonimiz Islom polvon. Zoirbek polvon, Yangi Qo'rg'on Mo'g'oldi polvoni Zarket Ibrohimjon do'stimizning Qora Chayon nomloti bilan bir pech solimga tashlagan polvonimiz omadlarini bersin. Zoirbek polvon, Aqsh polvon o'g'illari bir pech solim berasiz. Zoirbek polvon marralari qo'llab bo'lsin. Aqsh polvonning o'g'illari, Mo'g'oldi polvonlari pastki marramizga Ibrohimjonni Qora Chayon nomloti bilan bir pech solimga tashladi. Qani shiddatli tortishuvlar davom etyapti maydon o'rtasida. Maydon o'tayam go'zal. Qani chopasiz polvon, bugun yana bir oladigan kuniyiz. Qani harakat qiling polvon. Ko'pkarimizning birinchi marramiz pastiga bir televizorga Mo'g'oldi polvoni Cho'lponbek polvon, Mo'g'oldan Baxtiyorjon akamizning Xon nomloti bilan bir televizorga tashladi. Yuqori marramiz Abdurashid Hojibovimizning nabiralari Nodir polvon bir toyga tashlagan polvonimiz Shag'aydan Tavakkal Hojibovimizning Tablo nomloti bilan ikkinchi marramiz pastiga Mirlan polvon Qirg'iziston bir sarka bir gilamga tashladi. Kosonsoy Sultonxon aka darveshlarning To'rron nomloti bilan tashladi. Qani polvon mahkam bo'ling, yuqori marramizga ko'tarildi. Qani oyoq bilan polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Ko'pkarimizning 4-marra solimlari bir gilam bir katta tifol bilan borasiz. Bir tifol bir gilam bilan qaytasiz. Tifallarimiz ham juda ham katta tifallar. Kichkina tifaldan emas. Oila uchun, ro'zg'or uchun ishlatadigan tifallar. To'ytepani polvoni Izbosar polvon, Namangan N1 Lava Center Boburshoh do'stimizning dadalari Ahmad Doda Tabaning yirtqich ayiq nomloti bilan Izbosar polvon bir sarka bir gilam solimga tashladi. Omadlarini bersin. Qadamlariga qasanot. Izbosar polvon, To'ytepani polvoni Ahmad Doda Tabaning yirtqich ayiq nomloti bilan tashladi. Boburshoh ukamizga ham qullab bo'lsin. Bir sarka solim ham olasizlar, ha? Sarkani ham. Qaynab o'g'il. Qani oxiriga bir mahkam bo'ling. Qani halollaysiz. Farg'onor polvon kelganmi? Farg'onor polvon. Qaynab o'g'il.
Qani oxiriga bir mahkam bo'lay. Qani halollaysiz. Farg'ona Orif polvon kelganmi? Farg'ona Orif polvon. Bir gilam bir tepal yuqoriga chopilyapti. Polvon mikrofonga qarab yuravering, to'xtatib olavering. To'xtatib olavering. Taka borib tushgandan keyin chopilmaydi. Marraga qarab yuraverdi. Taka borib tushganda taka joyida qoladi, yangi taka bilan chopamiz. Chopmay polvon, taka joyida qolsin. Takaga teginmang. Namangan shahar Sherzodboyning Krasavchik nomli oti bilan yana Mo'g'olda polvonlari Nurbek polvon Namangan shahar Sherzodboyning Krasavchik nomli oti bilan Nurbek polvon bir gilam bir tifolga tashladi pastki marramizga. Omadlarni bersin, Jobirbek akamizni ham ishlariga omadlarni bersin. Beringlar. Abdulla. Murodjon, rahmat, sog' bo'ling, ha? Aziz, harakat qilinglar yigitlar. Omadlarni bersin Murodjon akamiz. Harakat qilamiz yigitlar. Aziz do'stlar, yuqori marramizga Qo'qon Yaypan Murodjon akamizning farzandlari, vodiyimizning chempion polvoni Anosh polvon, Namangan Yangiqo'rg'on Sarkit Bahramjon Xo'ja akamizning Akkola nomli oti bilan bir gilam bir tepalga tashladi polvon. Aralari qulluq bo'lsin, omadlarni bersin. Farg'ona Yaypan Murodjon akamizning farzandlari Anosh polvon, Namangan Sarkit Bahramjon Xo'ja akamizning Akkola nomli oti bilan 4-marramiz yuqorisiga tashladi, solim e'lon qilamiz. Taka yerdami? Qaytaring, pastga choping. Marrangiz bekor bo'lib qoladi. Taka yerga tushdimi o'zi? Duombegi, bayroqchi. Endi tushdi. Choping polvon, yuqori marramizga bir pech solimga chopasiz. Harakat qiling polvon, yuqori marramiz. Bir pech solim olasiz. Furaga yaqinroq joyga tashlayverasiz. Bayroqchilarimiz furaga yaqinroq joyga tushiraylik ekan, ha? Askavatda polvonlari Murodjon polvon omadlarini bersin. Tuni kecha viloyat ko'pkarisi ham bir toyga tashlagan polvonimiz omadlarini bersin Murodjon polvon. Bek shifo Xon nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Qani polvon mahkam bo'lay. Bir toy solim berasiz otga. Polvonga bir toy solim berasiz. Qani polvon oxiriga bor. Furaga yaqin joyga tashlab beraverasiz. Marradan chiqib ketdingiz, qaytaring. Qaytaring polvon. Furaga yaqin joyga tashlab bering. 6-marramiz. 6-marra solimlari bir televizor bilan borasiz, bir tifal bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakat qiling. Ko'pkarimizning 6-marra solimlari chopilyapti. Harakat qilamiz polvonlar. Maydon egalaridan Hoshimbek polvon, Mahmudjon akamizning farzandlari yuqori marramizga bir pech solimga tashladi. Stenger nomli oti bilan omadlarni bersin maydon egalari. Hoshimjon polvon omadlarni bersin. Stenger nomli ot bilan tashladi o'zining oti bilan.
bir katta pechga tashlagan polvonimiz. Aralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin maydon egalari. Harakat qiling, ko'pkarimizning 6-marrasi olimlariga chopilyapti. Pastki marramizga Jobirbek Taxtachining Tayson nomli oti bilan omadlarini bersin bir televizorga tashlagan polvonimiz Jasurbek polvon omadlarini bersin Mo'g'olda polvonlari. Bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Jobirbek Taxtachining Tayson nomli oti bilan bir televizor solimga tashladi. Qani polvon mahkam bo'ling. Shiddatli tortishuvlar bilan yuqori marramizga taga ko'tarilgan. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Navbatdagi 7-marra solimlari pastki marramizga sarkagilan borasiz. Bir televizor bilan qaytasiz. Sarkagilan pastki marramizga choping polvon. Yuqori marramiz polvonlari omadlarini bersin polvonlarimiz. Andijonda polvonlari, Islom polvonda shogirdlari. Daston polvon Andijon. Daston polvon Andijonda polvoni. Bir tifal, bir pech solimga tashladi. Marralari qulluq bo'lsin polvonlarimiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Hokimbek do'stimizga 2-marralari qulluq bo'lsin. Daston polvon Andijon. Daston polvon Andijon. Iskavot Nodirbek, Nodir polvon qaravaring. Esozichi Nodirbek. Akmal polvon Farg'ona Zarkit Muhammad xo'jakamizning Qimor nomli oti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Hadida soat egalari Muhammad xo'jakamizning Qimor nomli oti bilan Farg'ona Oqbuloldi polvoni Akmal polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Marralari qulluq bo'lsin. Pastki marramizga bir sarka bir gilamga tashladi polvon. Xudo xolasa qolgan otlarni ham ishga solaylik. Mana shu yigitlarga berib beramiz, bir sarka bir gilam solimdi. Farg'ona Zarkit Muhammad xo'jakamizning Tomor nomli oti bilan Akmal polvon pastki marramizga tashladi. Qani Andijonning polvonlari bayroqqa qarab yurasiz. Bayroqdor intiroling polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga bayroqdor intiroling. Farg'ona Zarkitlik qadrlon do'stlarimizga marralari qulluq bo'lsin. Yangi Qo'rg'on ittifoq Jasurbek polvon omadlarini bersin polvonlarimiz bilan yuqori marramizga tashladi. Omadlarini bersin, bir televizor solim berasiz. Navbatdagi marramiz bir pech bilan borasiz, bir televizor bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakat qilasiz. Pastki marramizga bir pech, yuqori marramiz bir televizor bilan chopasiz. Ko'pkarimizning 8-marra solimlari. Hop, to'xtab turing, mana Duvanbek aytsinchi. Akamizning farzandlari Faxriddin polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Andijon Avsalom akamizning yoqiyol Qashqa nomli oti bilan marhamatli polvoni Faxriddin polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Avsalom akamizning yoqiyol Qashqa nomli oti bilan bir televizor solimga tashladi. Marralar qulluq bo'lsin. Yaponchik omadlarini bersin
Namangan Lola Ahrorjon Dubayning Yaponchik nomlodi bilan Baysal Polvon Qirg'iziston. Ahrorjon Dubayning Nefrit ot egalarining Yaponchik nomlodi bilan Baysal Polvon. Pastki marramizga tashlagan polvonimiz bir pech solim berasiz. Omadlarni bersin polvonlarimiz. Navbatdagi 9-marra solimlari sarkagilan borasiz. Bir televizor bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakatingizni qilib choborasiz. Ko'pkarimizning 9-marra solimlari chopilyapti. 8-marramiz yuqorisi Namangan To'raqo'rg'on Odiy Ko'pkari Quroli Karim polvon Qarbek marralari qo'llab salomatlarni bersin. Namangan Medemet Farim Nosirbek Hojining Manchester nomloti bilan tashladi. Bir televizorga tashlagan polvonimiz Jarg'arbek omadlarni bersin polvonlarimiz. Medemet Farim Nosirbek Hojining Manchester nomloti bilan tashladi. Bu otimiz oxirgi marralarga ham Andijonda mana yana dengiz setka maydonida ot chopar maydonda oxirlarga tashladi. Omadlarni bersin polvonlarimiz. Bo'g'oldi polvonlari Isroiljon Hoji akamizning o'g'illari Talant polvon. Pastki marramizga bir sarka bir gilam solim berasiz. To'raqo'rg'on Alisherjon aka aeroportning Apollon nomloti bilan bir sarka bir gilamga tashlagan polvonimiz Apollon nomloti bilan tashladi. Qani polvon yuqori marramizga mahkam bo'ling. Qani dengiz tulporlari maydon egalari Abdurashid Hoji bobomizning nabiralari Nodir polvon oxiriga mahkam bo'lasiz. Solimlari bir televizor bilan borasiz, bir pech bilan qaytasiz. Dengiz tulporlari maydon egalari Nodirbek polvon omadlarini bersin. Chortoq Oqtikan apteka Chortoq Oqtikan teksa Asilbek akamizning Malibu 800 nomloti bilan Nodir polvon yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Omadlarni bersin polvonlarimiz. Mingbuloq hosil bayramiga 28-kuniga Pop tuman hosil bayramiga 2026-yilning 6-yanvar kuniga Chortoq Peshqo'rg'on maydoniga chempionat Ko'pkariga barchalaringni taklif qilib qolamiz. Qolgan uloqlarimizning ruxsatlari chiqqandan keyin sekin-asta ular e'lon qilib boraveramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda, uloq ko'pkarilarda e'lon qilib boraveramiz. Murodjon Xon otni olib keling, Murodjon polvon. Xonni olib keling. Qani polvonlar shiddatli tortishuvlar bilan taka maydon o'rtasida Ko'pkarimizning 10-marra solimlari bir televizor bilan borasiz, bir pech bilan qaytasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Farg'ona Qo'shtepa Mirolim polvon mahkam bo'l. Qani Mirolim oxiriga qadar mahkam bo'lasan. Taka yerda. Mirolim polvondan tushdi. Qani qaytadan harakat qiling polvon. Otvozlarimizda oila a'zolari juda ham xursand bo'ladigan solimlar. Oila uchun, ro'zg'or uchun ishlatadigan maishiy texnikalar. Qani polvonlar harakat qilasiz. 10-marra solimlari. Bir televizor borasiz, bir pech bilan qaytasiz.
o'tvozlarimizda oila a'zolari judayam xursand bo'ladigan solimlar. Oila uchun, ro'zg'or uchun ishlatadigan maishiy texnikalar. Qani polvonlar harakat qilasiz? Qani harakat qilasiz? Aka yerda boshqatdan harakat qiling polvon. Qani birolam harakat qilasiz? Maydon o'rtasida qaynadi. Shiddatli tortishuvlar davom etmoqda. Qaynagan joyidan qaysi polvonga nasib qiladi? Qani polvonlar harakat qiling. Nodir polvon, Qurronbek, Islom polvon, Akmal polvon. Qani Akmal mahkam bo'lasan. Qani Farg'ona Qulol Akmal polvon. Qani oxiriga bir mahkam bo'ling. Bir televizor solimga taga ko'tarildi. Qani polvon marraga yurasan. Qani Akmal mahkam bo'lasan. Qani Farg'ona Qulol Akmal polvon. Qani oxiriga bir mahkam bo'ling. Yana tumor otimizning ikkinchi marrasi. Farg'ona Zarkit Muhammad Hoji akamizning tumor nomli oti bilan Farg'ona Quloldi polvoni Akmal polvon. Muhammad Hoji akamizning tumor nomli oti bilan tumorning ikkinchi marrasi, Akmal polvonning ikkinchi marrasi. Marralari qullab bo'lsin. Bir televizor solim berasiz mana shu yigitlarga. Bayroqqa yuring polvon, bayroqqa, furaga yaqin joyga. Mehmonlarimiz yaqiniga takani tashlab bering, bayroqqa yuring polvon. Qani bayroqdor intir oling. Polvonlarimizni o'zimiz chalg'itib qo'yyapmiz. Navbatdagi 11-marra solimlari. Bir sarka bilan borasiz, bir televizor bilan qaytasiz. Yuqoriga kelganda agar mashhur olamiz. Bitta cho'p bo'lsin endi. Yo'q, hozir ba'zi kelgandan keyin olaylik. Namangan Lola Sobitxon qaravaring. Andijon Abdulaziz polvon omadlarini bersin. Buloqboshi maralari qullab bo'lsin Abdulaziz polvon. Andijonda polvonlari Shahrixon Abduval akamizning Sirqiyon nomli oti bilan Andijonda polvoni Abdulaziz polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Andijon Shahrixon Abduval akamizning Sirqiyon nomli oti bilan tashladi. Yuqori marramizga andijonlik mehmon polvonlarimiz bir pek solim berasiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir pek solimga Andijonda chempion polvonlari Abdulaziz polvon, Faxriddin polvonning shogirdlari, Vahab polvonning shogirdlari, Ustozoda Vahab polvonga salom aytinglar. Qani taka ko'tarildi, qani polvon mahkam bo'ling pastki marramizga. Qani oxiriga bir mahkam bo'ling. Qani Ozbek polvon mahkam bo'lasiz. Pastki marramizga bir sarka bir gilam solimga chopasiz. 11-marra solimlar chopiryapti. Pastdan yuqoriga ko'tarilgandan keyin mikrofonga qarab yuraverasiz polvonlar. Qani Ozbek polvon marraga yuring, bayroqqa yuring polvon. Qani ko'kbori bilan marraga yurasiz. Qani marraga yuring Ozbek polvon.
Marrangizni bekor qilib qo'ymang, marraga Yazbek. Qani polvon halollaysiz. Halollay polvon marraga kirdingiz. Taka ko'tariladi, mikrofonga qarab yuraverasiz polvonlar. Maydonda qamchi yo'qolgan, qamchini topganlar musobaqaga beringlar iltimos. Qarab yuring polvon, mikrofonga qarab yuring, takani almashtirib olamiz. Qani tasam mikrofonga olib kelaverasiz. Cho'pi bo'ldi, teginma takaga bo'ldi. Teginmang, qo'yvar. Nasa polvon e'lon qilamiz-a? Azbek polvon omadlarini bersin, pastki marramizga tashlagan polvonimiz. Alloh bilan Azbek polvon Normirzo akamizning farzandlari. Azizbek polvon omadlarini bersin, Namangan. Jobirbek Taxtachining navbatdagi Ko'kbori nomli oti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir sarka bir gilam solim berasiz. Yuqori marramizga dastan polvon. Namangan shahar Odiljon Xo'ja akamizning Ataman nomli oti bilan bir televizor solim berasiz dastan polvonga. Namangan shahar Odiljon Xo'ja akamizning Ataman nomli oti bilan tashladi. Bir televizor borasiz, bir pech bilan qaytasiz. Ko'pkarimizning 12-chi marra solimlari chopilyapti. Solim berib turganlarga aytinglar, tez bervarsin. Ha? Qani televizor solim olasiz, pastki marramizga taka ko'tarilgan. Qani polvon mahkam bo'lang. Qani polvon mahkam bo'lang. Do'stlarsiz halim yomonsiz. Taka tortishmadi. Qani polvonlar pastki marramizga chopasiz. Pastga choping polvon. Tizginni qo'yvaring, takani bosib olgan polvonni tizginni qo'yvaring. Bekzod nazorat qiling. Ulug'bek Shalpog'ot pastki marramizga chiroyli janobi qani polvon oxiriga bormoqkim. Qani halollaysiz. Mahsunjon Soliqchining Ispan nomli oti bilan Rahimjon polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Pastki marramizga bir televizorga tashladi. Faxriddin polvonning shogirdlari Andijon marhamatli polvoni omadlarini bersin. Mahsunjon Soliqchi buvaydani Ispan nomli oti bilan omadlarini bersin. Mahsunjon do'stimizga ham Rahimjonga ham qulluq bo'lsin. 13-chi marra solimlari sarkagilan borasiz. Bir televizor bilan qaytasiz. Ko'pkarimizning 13-chi marra solimlariga chopilyapti. Harakat qiling polvon. Assalomu alaykum. Mana bugun yangi qo'rg'on ulug' bo'lyapti. Hosil bayrami iloyim. Shu federatsiyalarimiz bor bo'lsin. Shu hokim bobolarimiz ham 100 yoshga kirsinlar. Mana Qo'qondan Zafarxo'ja akam 100 yoshga kirganda ham qo'llaridan mikrofon qo'llaridan tushmasin. Jilg'abek polvon Namangan To'raqo'rg'on Vodiy Yopgar qiroli. Karim tog'amni o'g'illari
Sardori Jilg'abek polvon. Jilg'abek polvon omadlarini bersin yuqori marramizga. Namangan shahar Lola Shavkatjon do'stimizning imperator nomloti bilan tashladi, marralari qo'llab olsin. Jilg'abek yuqori marramizga bir pech solim berasiz. Omadlarini bersin Shavkatbek do'stimizning imperator nomloti bilan. Jilg'abek yuqori marramizga tashladi. Marralari qo'llab olsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Bayroqqa yuring polvon, bayroqqa yuring. Bayroqqa yurasiz. Tashqariga chiqmaysiz, marrangiz bekor bo'ladi. Bayroqdan intira olasiz. Lochin polvon pastki marramizga bir sarka bir gilamga tashlagan. Navbatdagi marramiz 14-marra solimlari. Bir televizor pastki marraga chopasiz, bir sarka bir gilam yuqori marraga chopasiz. Shamol nomloti bilan Qirg'izistonning polvoni Bayel polvon omadlarini bersin. Qirg'iziston Bayel polvon ulkan polvonning Shamol nomloti bilan tashladi. Marralari qo'llab olsin, yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Bekzod nazorat qiling. Arelova polvon mahkam bo'lay. Qirg'iziston Ko'ktosh. Elova polvon oxiriga mahkam bo'lasiz. Bir sarka bir gilamga harakatingizni qilaverasiz. Qani polvon taga ko'tarildi, mahkam bo'lay polvon. Kosonsoy Yusufjon Hoji bobomizning 5 yulduz nomloti bilan Qirg'iziston Ko'ktosh Elomon polvon Kosonsoyda oti, Qirg'izistonda polvoni bir televizorga tashlagan polvonimiz omadlarini bersin. Mehmonali polvonda farzandlari bir televizor solim berasiz. 15-marramiz chopilyapti. Sarka gilam borasiz, bir televizor bilan qaytasiz. Bezodjon qaravaring tashkilotchilar. Polvonlari omadlarini bersin polvonlarimiz. Abdulaziz polvon Andijon Xolmatjon akamizning Oqbori nomloti bilan Abdulaziz polvon Andijonda polvonlari omadlarini bersin. Andijonlik polvonlarimiz yuqori marramizga bir sarka bir gilamga tashladi. Abdulaziz taka yuqoriga chopmaysiz, mashinaga qarab berasiz, yangi takani tashlab beramiz. Mashinaga qarab bering, mikrofonga polvon. Mikrofonga yetalay. Mikrofonga. Polvon eshitmay qoldi-da. Qurronbek polvon omadlarini bersin. Namangan shahar Mo'sag'on mashina burishning medalyon nomloti bilan, mashhur medalyon bilan Qurronbek polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Pastki marramizga
omadlarını bersin. Yangi taka bilan chopamiz yigitlar. Xo'p, medalyon bilan omadlarını bersin Qurvonbek polvon. Pastki marramizga tashladi. Bir televizor solim berasiz. Omadlarını bersin polvonlarimiz. Qodirjon aka Mirzayevning yangi Qultoy nomlodi bilan Barkamol polvon, Umra polvonning farzandlari omadlarni bersin polvonlarimiz. Qani yuqori marramizga harakat qiling polvonlar. Harakat qilasiz. Bir sarka bir gilamga harakatingizni qilib chopaverasiz. Qani polvonlar mahkam bo'lay. Savjon akamizning salmoq oti bilan omadlarini bersin maydon egalari. Inomiddin polvon omadlarini bersin. Inomiddin polvon davrini polvoni bo'lgan polvonlarimiz Inomiddin polvon. Qani polvon mahkam bo'lay. Qani oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Yuqori marramizga bir sarka bir gilam solim olasiz. Qani polvon g'alollaysiz. Halallay polvon. Harakat qiling polvon. Ay sotdi. Ana shaka. Ay sotdi. Biz davlatga gurguraydi. Davlat qassobasi. Anash polvon yuqori marramizga Namanganchuz Davlatjon aka qassobning Gurguray nomli oti bilan omadlarni bersin polvonlarimiz. Bir sarka bir gilam solim berasiz. Farzandlari omadlarni bersin Anash polvon. Murodjon akamga salom aytamiz Anash polvon. Bir sarka bir gilam solim berasiz. Qani polvonlar harakat qiling. Davlatjon akamizga ham marralari qo'llab bo'lsin. Omadlarni bersin. Qani polvonlar harakat qilamiz. Ko'pkarimizning 17-marra solimlari davom etyapti. Bir pech bilan borasiz, bir televizor bilan qaytasiz. Akamizdan bir toy solim kelgan. Omadlarni bersin. Qani polvonlar mahkam bo'lay. Qani oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Qani halollay polvon mahkam bo'lay. Cho'z Karlon Baxtiyorjon Bekzodjonlarning polvonlarimiz Cholponbek polvon omadlarni bersin. Polvonlarimiz bir pech solimga tashladi. Marralari qullab bo'lsin. Jonlarning dadalari Shamol nomloti bilan Cholponbek polvon omadlarni bersin. Aqsh polvonning farzandlari marralari qullab bo'lsin. Bir pech solim berasiz. Qani polvon mahkam bo'lang. Qani kari polvon oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Aziz do'stlar, dengiz tulporlari maydon egalari Abdurashid Hoji buvamizdan 1 million so'm solim keldi. Omadlarni bersin. Mardonbek akamizni ham tadbirkorlik ishlariga Alloh baraka bersin. Omadlarni bersin. Navbatdagi 18-marra solimlari bir sarka bir tefal bilan borasiz. Bir pech bir gilam bilan qaytasiz. Qani polvonlar harakat qilamiz. Navbatdagi marralarimiz chopilyapti. Yuqori marramizga
Enver Lava Center Ahmad Dada Tamoning yirtqich Bars nomli oti bilan Karim polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Karim polvon Enver Lava Center Bobur Shohning yirtqich Bars nomli oti bilan Qori marramizga tashlagan polvonimiz. Saroyda polvoni Azbey polvon mikrofonga yuring. Bo'ldi, qolganlar kelmanglar. Tashlaring Azbek omadlarini bersin. Murodjon Azbey polvonlar, yosh umidli polvonlarimiz omadlarini bersin, marralari qulluq bo'lsin. Muxtorjon aka Gilamchining yangi Boyqashqa nomli oti bilan Qaraqo'rg'on saroy Narzilla bundan oldingi marralarimizda Namangan Lola Shavkatjon akamizning Imperator nomli oti bilan Jirg'arbek yosh umidli polvonlarimiz chiroyli marra qilgan omadlarini bersin. Hozirgina dadalari Karim polvon Vodiy Ko'pkari qiroli Enver Lava Center Bobur Shohning yirtqich Bars nomli oti bilan tashladi. Qani polvonlar, navbatdagi marralarimiz davom etyapti. Qani polvonlar, pastga choping polvon. Pastga choping, barni pastga chopamiz. Pastga choping polvon. Aka, menga ortiqcha gap gapirmang. Xo'p, pulingiz o'zingiz uchun. Men kambag'al boyning otini ajratib gapiradigan odam emasman. Hammaning otini birda e'lon qilaman. Kambag'alman demang aka, boysiz. Boyman deng, ana shunday bo'lsin. Nima deb qo'yay? Ovozonda mashhur polvon Said polvon otlaringiz ham omadingizni bersin, o'zingiz ham omadingizni bersin. Ayblanmay qoladingizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Aka, xudo xolasa marra hali oldinda marra qilasiz. Omadingizni bersin. Choping. Said polvon harakat qilasiz. Kambag'alman deb kelmang aka, boyman deng. Qani polvon, mahkam bo'ling. Qani Texas bilan mahkam bo'ling. Qani oxirigalar mahkam. Halollay polvon marradasiz. Yigirmanchi marra solimlariga chopamiz. Bir televizor, bir tifal bilan borasiz. Sarka tifal bilan qaytasiz. Abbosxon To'ra nabiralari Sohib Nazarning Texas nomli oti bilan Rashid Xo'ja Namangan Mingbuloq omadlarini bersin polvonlarimiz. Rashid Xo'jaga bir televizor solim berasiz. Marralari qulluq bo'lsin. Sohib Nazar Xo'janing Texas nomli oti bilan Qani Qurbonbek polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga mahkam bo'lasiz.
Buloqboshini polvonlari, Muhammaddalli polvon, Islom polvonda shogirdlari omadlarini bersin. Andijon Shahrixon Abdulxon akamizning takbiri nomloti bilan Andijonda polvonlari, Islom polvonda shogirdi Muhammadali polvon Oqbori nomloti bilan tashladi. Undan oldingi marramizda bir sarka bir gilam solim berasiz. Hozirgi marramiz polvoni Qurvonbek polvon. 20-marramiz pastiga Muxtorjon aka gilamchining Taybas nomloti bilan To'raqo'rg'o Muxtorjon aka gilamchining Taybas nomloti bilan Qurvonbek polvon pastki marramizga bir televizor, bir tifal solim berasiz. Bo'ldimi? Taybasga olindimi so'ranglar. Islom mashinaga olib kelaringlar. Islom mashinaga olib kelaringlar, mashinaga. Dastor mashinaga olib kelaringlar. Olib kelar, tarmashma, qoching. Qarraga ham chiroyli ketaytiradi o'zi. Takani almashtirib olaylik. Tashkilotchilarimiz endi bugun almashtiradigan takalarimiz juda ham ko'p ekan. To'g'ri tushungan holatda. Qani yangi taka ketdimi, past qayerga ketdi? Yuqoriga choptiring, Bekzod yuqoriga. Ilhomjon futbolistning Admiral nomloti bilan Diyorbek polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Ilhomjon futbolistning Admiral nomloti bilan Diyorbek polvon aralari qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin. Sarkani o'rniga bir narsa beringlar, gilamga qo'shib omadlarini bersin. Begavot Hoji bobomizning nabiralari omadlarini bersin. Yangi Qo'rg'on Begavotni polvonlari ana Dilshodjon ham yangi uloqda tashlab bergan. Bitta gilam bilan bitta solim qo'shib beringlar Sarkani o'rniga. Marraga chopasiz bir pech. Yuqori marramizga chopasiz. Qani Zoirbek polvon mahkam bo'lay. Qani mahkam bo'lay polvon, oxiriga bir mahkam bo'lasiz. Ana shu maydonda har yiliga bir marta, ikki marta hokim buvomiz bosh uloq ko'pkarilarning guvohi bo'lamiz. Dastlariga Alloh baraka bersin. Tashkilotchilarimiz ham umrlari uzoq bo'lsin. Qani oxiriga bir mahkam bo'lasiz. Pastki marramizga chopilyapti. Qani dengiz sulpori maydon egalari. Bir gilam bir tifal bilan borasiz, bir pech bilan qaytasiz. Yuqori pastki marramizga bir gilam bir katta tifalga tashlagan polvonimiz. Aralari qo'llab bo'lsin. To'raqo'rg'on Botirxon Nejayev kanoti bilan Lochin polvon bir gilam bir tifal solim berasiz. Botirxon do'stimizga omadlarini bersin. Traversi 701 nomloti bilan tashladi. Marralar qo'llab bo'lsin. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Navbatdagi 22-marra solimlari bir tifal bilan borasiz. Bir tifal bilan qaytasiz. Hozir kengisida yarim million aytamiz. Navbatdagi 22-marra solimlari bir tifal pastki marraga chopasiz.
bir tepali yuqori marraga chopasiz. Kim soldi? Toshkent Nomdonak Mirqosim polvon, Namangan Chus, Sokin Baliq, Dilshodjon do'stimizning qora ko'z nomloti bilan Toshkent Nomdonak Mirqosim polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Yuqori marramizga bir pech solim berasiz. Dilshodjon Sokin Baliqning qora ko'z nomloti bilan tashladi. Zoirbek polvon pastki marramizga bir tefalga tashlagan polvonimiz. Zoirbek uni qilmanglar, hozir lochinga berib yubordim men. Nima qilasiz? Yarim million devoring. Yo, ikkita tepal chopilyapti. Hozir boshladim dedi. Men meni pul olib borib qo'shadi. Zarkent Ibrohimjon akamizning qora chayon nomloti bilan Mog'olda polvoni Zoirbek polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Aralari qullab bo'lsin. Qo'qon Dang'arani polvoni Muhammadjon polvon maralari qullab bo'lsin, omadlarini bersin. Andijon Qo'rg'ontepa Arslon polvonda Limon nomloti bilan Dang'arani polvoni Muhammadjon polvon maralari qullab bo'lsin. Arslon polvonga, Muhammadjon polvonga ham qullab bo'lsin. Shaka menda nima eb hozir? Qurvonbek olib keldi. Yo'q, men bilmayman aka, ularga aytishdi. Erkakcha otib bor. O'ruchga kelgan. Aka, Duvanbeylarga borib aytasizmi? Iltimos sizdan. Duvanbeylarga ayting, lochin tanlovni olib keldi, lochinni e'lon qildim. 10 minutdan keyin Zoirbek tanlovni olib kelyapti. Bundan oldin Dilshodjon bunday narsa to'g'ri. Zamon nomloti bilan Rustam Daston, Yangi Qo'rg'on Sangiston Latimjon akamizning farzandlari Kosonsoy Hamidxon aka Soliyevning Zamon nomloti bilan yuqori marramizga bir tepalga tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz, marralari qullab bo'lsin. Yarim million pastga marraga chopasiz, yarim million yuqori marramizga chopasiz. Qani polvonlar, harakatingizni qila olasiz. Abbosxon To'ra nabiralari So'xnazarning Texas nomloti bilan bir televizorga tashlagan polvonimiz, omadlarini bersin polvonimiz. Rashid Xo'ja polvon Mingbuloqda polvoni. Marralari qullab bo'lsin, omadlarini bersin. Yarim million pastga chopasiz, yarim million yuqori. Omadlarini bersin, pastga marramizga yarim million so'mga tashlab kelyapti. Enver Lavas Center Ahmad Doda Tabaning yirtqich Bars nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Karim polvon. Bobur. Aziz do'stlar, Bobur chalg'itmaydi. Aziz do'stlar, Namangan Chus marhum
Shukurjon akamizning cho'z pichoq nomli oti bilan Karim polvon marralari qo'llovsin, omadlarini bersin. Omadlarini bersin. Behzodjon akamizga ham marralar qo'llov bo'lsin. Cho'z pichoq nomli oti bilan Karim polvon 500 000 so'mga tashladi.